Üçüncü bab. Yılan, Perverdigar Xudo yaratgan hayvonlarning ichida eng hiligiri idi. U ayoldan: Xudo bog'dagi har qanday daraxtning mevasini yeyishinglarni rostilla ma'ni qildimi? deb so'radi. Ayol: bog'dagi daraxtlarning mevalarini yesak bo'ladi. Faqat bog'ning o'tirsidagi daraxtning mevasini yesak bo'lmaydi. Xudo bizning bu daraxtning mevasini yeyishimizni, hatto uningga qo'l tekkizishimizni ma'ni qildi. Agar bu ishni qilsak, o'limiz, deb javob berdi. Yılan ayolga javoban mundoq dedi: Yolg'on, hargiz o'lmaysizlar. Xudo sizlarning uni yesanglar, ko'zinglarning ochilib, o'ziga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qoldinglarni biladi. Ayol bu daraxtning mevasining chiroyli va shirin ekanligini ko'rib, uni yesa qanchalik aqlli bo'lib ketganligini o'ylab, mevadan uzib yedi va uni yenida turgan erig'imi berdi. Umu yedi. Ular mevini yeyishi bilanla ko'zlari ochilib, o'zlarining yalang'ochligini bilib, nomus qilishdi. Shunga ular anjur yo'pirmoqlarini bir-biriga chetib, badanlarini yepib olishdi. Shu kunning salqin tushgan vaqtida ular Parvardigor Xudoning bog'da mengib yurgan shapisini anglab, daraxtzorlikning orasiga yo'shinib olishdi. Lekin Parvardigor Xudo odam otga: "Sen qayerda?" deb vaqirdi. Odam ota: "Men sening bog'da mengib yurganligingni anglab, yalang'ochligimdan nomus qilib, sendan qo'rqib, yo'shinib oldim", deb javob berdi. Xudo uningdan: "Yalang'ochligingni sana kim aytdi? Yoki men yeme degan mevani yedingmi?" deb so'radi. Odam ota: "Sen manga hamroh bo'lsin deb bergan ayol, u mevadan manga bergan edi. Shuning uchun yedim", deb javob berdi. Parvardigor Xudo ayoldan: "Nima uchun bundoq qilding?" deb so'radi. "Meni yilon ozdirdi, shunga yedim", deb javob berdi ayol. Shuning bilan Parvardigor Xudo yilonga: "Bu qilmishing uchun jazoga tortilasan. Barliq hayvonotlar ishida faqat senla mono la'natlarga qolasan. Hozirdan boshlab yer beg'irlab minib, ömür voyat to'p yeysan. Seni ayol bilan dushman qilaman. Uning avlodi bilan sening avlodingmi dushmanlashib o'tidi. Uning avlodi sening beshingni yonchiydi, sen uning topinini chaqsan", dedi. Keyin Parvardigor Xudo ayolga: "Homildorligingning azobini hassilab oshiraman. Tug'utingning to'lg'ig'ini ziyoda qilaman. Shundoqdimi, eringga kuchlik ishtiyoq bog'laysan. U seni boshqurdi", dedi. Parvardigor Xudo odam otga: "Ayolingning so'ziga kirib, men yeyishni ma'ni qilgan mevani yeganliging tufaylidan yermu la'natimga uchirdi. Sen endi ömür voyat japoliq ishlash bilanla oziqlanasan. Yerdan tikan va qamg'oq unidi. Sen bo'lsang, yerdagi ziroatlarni yeysan. Bosh ko'zing terga cho'mgandila, to'yg'udak bir narsa yeyalaysan. Toki o'lib, to'pig'i aylanib ketguncha ishdan bosh ko'tiramaysan.
to'pidan yoritilding. Shunga yana to'piga qaytsan, dedi. Odam ota ayolga Hava degan ismni qo'ydi. Chunki u insonlarning onasi edi. Parvardigor Xudo odam oti bilan uning ayoliga hayvonning terisidan kiyim qilib kiydirib qo'ydi. Ondan Parvardigor Xudo mundoq dedi: Odam ota bizga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qoldi. Endi uning hayotlik berdigan daraxtning mevasini yeb qo'yishidan saqlanishimiz kerak. Bo'lmasa, u mangu yashaydi. Shuning bilan Parvardigor Xudo ularni Eram bog'dan qo'g'lab chiqarib, yaga, ya'ni o'zlari asli yoritilgan tuproqqa ishlaydigan qilib qo'ydi. Ondan Xudo odam otini hayotlik berdigan daraxtga yiqilashmasin deb, Eram bog'ning sharq tarafiga Kerub deb atilgan maxluqlarni va bizi o't chechib, u yon bu yon qo'zilib yaltirab turadigan bir qilishni o'rlashtirdi.